Ilm-fan tarixida ba'zi tajribalar natijalar nafaqat sirli, balki dahshatli bo'lgan. Bu loyihalar yillar davomida yashirin saqlanib kelgan. 1943-yilda AQShda kema guvohlar ko'z o'ngida g'oyib bo'lib, keyin boshqa portda paydo bo'lgan. Bu elektromagnet eksperiment realmi yoki afsona? Montauk loyihasi 1970-yillarda AQShda o'tkazilgan. Unda bolalar ongini boshqarish, vaqt sayohati va telepatiya kabi sinovlar da'vo qilingan. Sovet olimi Ilya Ivanov odam va maymunni chatishtirishga harakat qilgan. 1927-yilda Afrika bo'ylab sinovlar o'tkazilgan, ammo muvaffaqiyatsiz tugagan. AQSh va SSR sovuq urush paytida ong nazorati, gallyutsinogen moddalar va ruhiy tahdidlar bilan tajribalar olib bordi. Ko'pchiligi hozir ham sir. 1971-yil Stenford universitetida odamlar rol o'ynab, ruhiy bosim ostida zo'ravonga aylangani isbotlangan. Tajriba 6 kunda to'xtatilgan. CIA 1970-yillarda odamlar aqli bilan jismlarni harakatlantira oladimi deb psixologik loyihalar o'tkazgan, ammo aniq natija olinmagan. MK Ultra SIA tomonidan o'tkazilgan maxfiy tajriba bo'lib, LCD orqali ong nazorati sinovdan o'tkazilgan. 1975-yilda bu haqiqat tasdiqlangan. Bu tajribalar tafsilotlari, ishonchli dalillar va ochilgan sirlar faqat Telegram kanalimizda.